Singlim, siz yaxshimisiz? Alaykum assalom onajonisi. Yangi kotibam. Sen bilan tanishtirib ketdik deb olib keldim. Keling mehmon. Adajonisi, zalga olib kiravering mehmonni. Men ketinglardan chodamlab kiraman. Keling singlim. Keptu. Ana mana shu ko'rib turgan joyingiz meni uyim bo'ladi. Boyagi inson ayolim. Adajonisi, kutib qolmadinglarmi? Mana siz ana joy. Rahmat onasi, boringga shukr. Bo'lmasa sizlar yaqinda tanishib olib gaplashib turinglar. Mana shunda tepada takim etib olib chiqib. Hop onasi. Ha onajonisi, yaqinda tanishib oldinglarmi? Men kerakli hujjatlarimni hammasini olib oldim. Bo'lmasa bizga ruxsat. Boradigan joyim bor edi. Singlim, sizni ishxonaga tashlab ketaman. Onasi, ruxsat endi bizga. Yana ozgina o'tirsada bo'lardi adajonisi. Ana, uyni ham ko'rib oldilar. Bo'sh paytlari bemalol kelib turadilar. Mazza qilib suhbatlashib o'tirasizlar. Singlim, ketdi bo'lmasanglar, ishga bora qolinglar. Bo'pti adajonisi, vaqtliroq keling uyga. Hop onasi, uy kiraversin. Ko'rdingizmi ayolimni? Menga shu darajada ishonch berib qo'yganda, qanaqa qilib ayolim